Assalomu alaykum do'stlar, mana navbatdagi yangi razmerimizni ham boshladik. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 440, balandligi 410 bo'lgan. Darvozamiz 1.8 plyusovoy listdan, qaroqxonasidan 2 qavatli darvoza bo'ladi. Oshiq moshlar ham 3 tadan bo'ladi, 2 tasini qo'yildi. List bosgandan keyin 3-chisini qo'yiladi. Darvozaning tagi ulli shiviller, ikkala yoni o'ngon profilli ikkiligidan bo'lgan. Kalitkasi ichida bo'lgan darvozamizda, kattaligi qaramay, kalitkasini ichidan qildiryaptilar egalari. Qovurg'a profillari ham ponni 8 ga turdi, qalinidan bo'layotgan. 1.7sidan. Tepalarini ham o'ngondan bo'g'organmiz, tagi qismini ham. Yerodkalarni ham tepa qismlarini o'ngondan bo'lganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. 97 253 31 91. Bog' xolasa. Darvozamiz lis bosilgandan keyin bir obzorni qilamiz. Kraskasida bitta obzorni qilamiz. Sog' bo'lasizlar.